Sizga boqib turgan bu tiyron ko'zlar meniki emas do'stlar, onajonimniki. Dunyoga ko'r bo'lib kelgan edim men. Bechora derdilar qismatim ekan. Bilmasdim kech nima yo kunduz nima, osmon o'zi nima yo yulduz nima. Ertadan kechgacha o'tirardim jim, axir yumuq edi mening ko'zlarim. İlk bahorda bir kun chet eldan dadam doktor olib keldilar. London biram professor ekan. Ko'rdi ko'zimni, tingladi hayratli mungli so'zimni. Davolayman dedi, ammo juda qiyin. Dilim tug'yon urar daqiqa sayin. Buning bir yo'li bor. Yurtda bir odam o'z ko'zini bersin, dahshat bo'lsa ham. Tezda do'stlarini to'plabdi dadam, bechora ulardan so'rabdi yordam. Qarindoshlarni ham to'plabdi dadam, ko'zi inom etmabdi qarindoshlar ham. Bir kun sukunatda o'tirardim jim, hayhot eshitildi achchiq bir faryod. Bu kimning faryodi? Nega qichqirdi? Irg'ib turgan edim, kimdir o'tkazdi. Operatsiyadan so'ng bir hafta o'tgach va ulug' olim ijozat etgach, ko'zimdan dokani oldilar shartta. Men dunyoni ko'rdim birinchi marta. Oh, oshufta dunyo, osmon, yulduz, oy. Odamlarni ko'rdim ilk bor hoynahoy. Onajon, onamni ko'ray deb uyga kirsam, oh men noshudga harom bu hayot. Onamni ko'zlari ko'r edi shu payt. Ingrardi, bechora dardi zo'r edi. Asta qo'llarimdan paypaslab tutdi. Yangi ko'zlarimdan mehrla o'pdi. Sizga boqib turgan bu tiyron ko'zlar meniki emas do'stlar,